Assalomu alaykum. Mana bugun 21-may hafta kuniga Chavshanlar sizlarga chiqqan Navoiy bozor narxlari bilan tanishtirib boramiz. Pashtalar o'ta ko'p turibdi bozorga. Bozorimiz boshlandi. Avtoda 55 ming so'rashdimi yo narx aytyapsizmi? 65 narx. 55 ming so'rashdi, 63 ming narx aytyapti. Zo'r ekan lekin. Yirik ekan. Bir xil hammasi. Bir xil ekan. Belgilar sizdan bo'lsa. Abdurahmon aka? Aka sizniki? Nechta so'rashdi? 27 ming. 27 ming so'm. Yaxshi. Bu alohida ekan, ham qolgan boshqa ekan, ha? Bu nech pul bo'ldi? Haydar aka, yaxshi. 22 ming mana. Nari sariqchi? Sariq 27 so'm. Bu qanaqa bu? Sparemi? Qancha sotdim? 27. 27 ming. Mashinasi bilan o'tyapsan menga. Ha, borgan mana labo bormi? Uni ham yuklaylar narigini. Buni? Kecha 22 qilishdimi ekan kecha buni? 22 ming bo'ldi. Kecha Kecha. 22 ming so'm so'rashdi. Hozir ham shunaqa, ha? Soatdan ko'tar bo'lyapti. Rostdan shu tushadi. Kimiki siznikimi? Ma'lumot kerak menga. Bu nechi pul nima Sardor? Bu yaxshi bo'ldi ekan. Nechi pul? Ha endi shunaqa qoldi-da. Chiroyli ekan. Belgilarni hech birga bordi. Yo'lchi. Yo'lchi emas, Quvasoy ekan, ha? Ha, Quvasoy ekan. 32 deysizmi? 32 ming. O'zi juda kam qiladi bu. Qanday bir mevasi ham. Bunisi-chi? 27. Bermadingizmi? 27 mingga chiroyli ekan. Bu yo'lchi? Bo'lma. Harakat bormi? Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz. Pashtalar zo'r nech pul bo'ldi yo endi olib keldingizmi? Nech pulli bular? 45 ming. Sizga shakli zo'r-a? Ajoyib. 45 ming so'm ekan. Hozir kelishibdi. Bularchi? Sal pastroq. Endi olib Yo, nech pulli sotilishi? Nech pul sotyapsizlar? Bu pastroq ekan-a? Maniga nisbatan. 30 atrofimi yo pastroqmi? Juda to'lib ketibdi, xo'shda. Xaridor Tamra 35 bo'ldi. Oftobi? Oftob mavzu 35 ming. Nimlanganlarchi mana xashakimi? Bunisi? Bu nech pul? Dimlamalar nech pul bo'lyapti? Ko'rinmayapti dimlamalar. Yo'q. Qaraqasi 30. 30 naq qilyapti-da bu. Berilmaydi omali. Sizga berilmaydi, quruq. Videoga tushib qolyapti, 30 ni baqiryapti. Ha, shunaqa qilyapti. Ha. Ming so'm mana shu cho'y topdingiz var. Bularni hech bir deyapsiz? 22 deysizmi? 22
2000 bunisi bu. Qatti bargalari, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Qattiki? Qizildiki, Ha, yaxshi. To'xtadi. Bozorlar qizg'in bo'lyapti. Qashtilar o'ta ko'payib ketgan. Qashti savdoslashib qoldi bir bo'lsa. Chunki batgacha ketib ketmasdi. Bozorda bo'lgan odam sal kamroq xaridor bo'ladi. 7 bo'ldi soat. Kam. Aldinga nisbatan. Ispari bargaylar. Yo'lchilar. O'ttiz besh ming 40 ming atrofida mana shu yo'lchilar. Isparilar narxi 25 ming shuna atrofida. Egasi yo'q ekan. Nechi pul bo'pti ular? Ma'lumot uchun. Bo'lgan yo'q aka. Nechi pul deyapsiz? 35 mingdancha tushib beramiz deyapti. 30 ni pastida bo'lmaydi. 28 30 da turibdi menimcha. Agar nima bo'lsa, gaplar tushkamizda bular. Barga kimdan ekan? Zo'r barga nechi pul bo'pti? 50 ming bo'ldi. Zo'r ekan barga, sveti ham o'zi ham. Qanday katta eng holda bo'ling yo'qda 50 ming o'zin 50 ming boribdi. 50 mingga. Uydiga. Ular nechi pul bo'lyapti-ku? 30 ming. Qanday? Tojikistonniki va? Tojik qantaydi? 30 ming so'm bo'lyapti. 25 ming so'm bunisi bo'lyapti. Juda ko'p keladi. Tojikistondan hududida. Yashariq Tojikistondan qantaylar juda ham ko'p keladi. Nechi pul bo'ldi bular? Lapalaqlar. Nechi pul o'zi? Arzonlab qo'yibdi. Shunaqami o'zi? Yasamadi. Savdoslashib qoldi. Bular 17.8 likmi, 15 likmi? 19 da 5 qolib sotildi. Yasamalar. O'zasi. 40 ming so'm sotilyapti. 40 ming so'm. Yirik ekan amali. Ha, yirik. Qancha bo'lsa qilib berilaveradi bunaqadan, ha? Ha, imkon qadar kelishib qolsa narxiga qilinaveradi. Nechi pul sotyapsizlar o'zi sotilishi? 40 ming sotyapmiz buni. 1 kilolikdan nechi kilogacha? 5 kilolikgacha bo'ladi 1 kilolikdan. Oftoba bu, ha? Ha, oftoba. Yaxshi, mana chiroyli ekan. Chimyon bozoriga kelsa ham yo'l topsa bo'ladi. Mana shunaqa qancha tonna chiqib berishaveradi.
Mana bularda ham srednidagi, bu ham chiroyli ekan. Aql taklanadi bitta-bitta. Gaplashib turgan kelyapmiz. Mana sizlar bilan oqibat Yaxshi, chiroyli qilib tayinlashyapti bu kilolik korobkaga. Necha kilo desa tayinlab berishaveradi. Bitta salafani bor, shuncha yaltillab ko'rinyapti ko'zlanga. 5 kilo. Mana 5 kilolik bo'lsa. Necha pul bo'lyapti ekan? Qancha? 28 ming deyapsiz kami bor. Mana bunisicha 28 ming kami bor deb. Bitta 1 kilolikda 40 ming deyishdi-da. Endi har xil uydurmasiga qarab, Ha, o'rin yo'qlariga qarab. sifati bet bilan tay bir xil bo'ladi. Albakkilari chaq qimmat ekan, katta ekan. Ha, yirik ekan, ko'rdim, chiroyli ekan. Endi puliga qarabdi hammasi ham. Puliga qarab bo'laveradi. Kimga qanaqa yoqadi? Shu qancha kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Tayyor mahsulot o'zi ko'payib qoldi, chimyon mendan bozorda. Hadi kelaman. Yong'oqlar nechi pulibdi o'sha? Yong'oqlarni hali so'rashgan yo'q. Nechi pulli bular? 20 ming, 20 minglarga beraveraman. 15 ming atrofida o'zi savdosi qizil mag'iz. Mag'izning puli. Abbakir zo'rlanib chiqdingizmi yana? Nechi pul so'rashdi? Buni endi xudo o'zi endi o'zim keldim. Chiroyli. Naringni 30 ming deyapti, hali 30 ming sotganim. Qaysi narigimi? Bundan svet zo'r ekan Bu mana. chapalantiradi. Buni nechi pulli o'zi Abbakir? Buni 50 ming deyapti sizga. 40 ta varaqdami? Mujjal. Mujal 40 ming. Ha, 40 ming. Buni 50 ming deyapsiz. Assalomu alaykum. O'zi tursanglar tayyor. Tayyor shunda u. 50 ming deyapsiz. 50 ming deyapsiz. Qanacha? So'raysiz. Qayta ishlov bular, qayta ishlov. Nechi pul bering? Buni 13 ming 2 ming. 2 yashdi. Ha, yaxshisi bu, tozasi. Buchi, mayiz beranish bo'libdi. Mayizda ham endi zo'r bo'lsa kerak omadi. Ha, 16 ming so'rashdi. Bu buyurgimi o'zi? Bir yilga bo'lsa kerak, men endi ko'p tishdan terib olyapman-da. Ha, o'rtacha ekan. Ha, 550 kilodan terib. Nechi pul qilishdi buni? Bunisi 16 ming so'rashdi, o'tkazsa 25 ming sotganmiz, hali yaxshiroq. Ha, bu o'rtacharoq ekan. Tamam. Nima bo'ldi? Yaxshimi, charchamayapsan? Mana 35 deyapsizmi o'zini? Yo'q, Bu nechi pul qilishdi? bo'lish 35 ming. Ha. Eng chiroyli u. Ha. Kichkina ekan.